Jahon. Hammaga salom qadrli yurtdoshlar. Men 2023-yil sentyabr oyidan beri Xitoy davlati Nanking universitetida ta'lim olmoqdaman. Va buning uchun Premium Consulting kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Agar qarshi bo'lmasanglar, sizlarni o'zim tahsil oladigan universitet bilan tanishtirmoqchiman. Qani, ketdik. Darvoqe qadrli yurtdoshlar, men o'qiyotgan Nanking universiteti dunyo bo'yicha top 500 talik, Osiyo bo'yicha esa top 100 talik o'rinda turadi. Ko'rib turganingizdek aziz do'stlar, bu bizning universitetimizning futbol maydoni. Bu yerda har dam olish kunlari har xil davlatdan kelgan talabalar bilan birgalikda futbol o'yinlarini o'ynaymiz. Aziz do'stlar, bu esa bizning universitetimizning sport zali, sport sog'lik garovi. Ha, aziz do'stlar, sizlar noto'g'ri eshitmagansizlar. Xitoy xalqi haqiqatan ham cho'chqa yoki bo'lmasam boshqa harom taomlarni iste'mol qilishadi. Lekin mana bunday halol oshxonalar ham juda ko'p. Darvoqe do'stlar, Xitoy davlati chet eldan kelgan talabalar uchun bepul yotoqxona, bepul o'qish va oylik stipendiya to'lovlarini sizlarga taqdim etadi. Agarda sizlarga mana shunday top reytingga kirgan universitetlar kerak bo'lsa, u holda Premium Consulting kompaniyasiga murojaat qiling.